jannatdan bir qasr deb qurilgan uyimizni mana shunday holatga keltirib qo'ydik. Xudo xohlasa siz bilan birgalikda. Endi yana nimasi qoldi? Gilam qoldi. Gilam ham keldi mana Xudo xohlasa. Buning uchun Akmal akamizga katta rahmat deymiz. Uni tashkillashtirgan Islom akamizga ham rahmat deb qolamiz. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqu ro'zin terib yuribdi odam. Ko'zda yoshday qalqib turibdi olam, rizqu ro'zin terib yuribdi odam. Mana azizlar, biz o'ylagan niyatimizga yetdik. Jannatdan bir qasr deb nomlangan uyimizdagi va'da qilingan gilamlar o'z manziliga yetib keldi. Ana endi xonadon egalarini quvonchiga birgalikda she'r bo'lamiz. Keling yanga. Voh, rahmat. Xursandmisiz? Rahmat, sog' bo'ling. Tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Umidjonda yaxshilik kunlarini, to'ylarini ko'ring. Allohim rahmat. O'zlaringizga ming bersin. Topganlaringiz yaxshi kunlarga, to'ylarga nasib qilsin. Rahmat. Allohim rahmat.